Pul bermaysanmi? Mana seni davoing, mana. Uyga tinchlik yo'q. Ustalar qadrlarini bilinglar. Hech qachon oyoq osti bo'lmaydi. Hech kimdan muttaham bo'lmaydi. Mana 20 kundan oshdi boshlaganim. Na abid bor, na pul bor, na hurmating bor. Telefon qilsang ko'tarmaydi. Osmonni ushlab turgan sen tashib yuborma. Bilar, senga o'xshaganlar ko'payib ketdi. Bundan oldingi pul bermaganlarda ham agar ko'rayotgan bo'lsang, borib buzaman, aytib ber. Hayotda hech kimdan qo'rqmayman. Odamlarni ishlatib pulni bermayotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysin. O'sha uyda o'tirishi bor. O'sha uyda baraka topishi bor. O'sha uyda bola chaqasini unib o'sishi bor. Mana shu narsani o'ylaydimi ular? Ana shu xizmatni qilgan usta norozi bo'lib qarg'ab chiqib ketdimi? Ikki dunyo baraka topmaysan. Tosh ustani rozi qilmaguncha. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ustani ishlatib, peshonasidagi teri qurimasdan turib pulini beringlar, haqqini beringlar. To'g'rimi? Men uyimda ham usta ishlayapti hozir. Bir 3 kun bo'ldimikin gaplashib, aka dedim, otini aytib, haqlaring qolib ketadimi? Bermaydiganlar bo'ladimi? Desam, qor aka ko'p deydi. Ko'p deydi. Ustani ishlatib, xosatan bizni ham ishlatib, haqqimizni oxirigacha bermaydi deydi. Ishchi ishlasang, ertaga beraman demang, kechasi bering. Peshona turim teri. Mana bu peshonada ishlasa, peshonasi terlab, badani ho'l bo'ladi. Ana shu peshona terisi qurimay turib berish kerak. Ustani ishlatib bermasangiz, u siz zulm qildingiz. Siz zolimsiz, usta mazlum bo'ladi. Usta agar shu buyurmas qilmasa, shu uyda chiqib ketsa, agar Xudo saqlasin, mazlumni duosi behijob, beparda, beto'siq Xudoning huzurida maqbul eshitib olinadi. Shuning uchun ustani ishlatib albatta berishlik kerak.